Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayrim fuqarolar alt turdagi kvitantsiyani to'liq to'lashga majbur emas, ba'zi holatlarda esa ular uchun 100% kompensatsiya yoki imtiyoz qo'llanilishi kerak. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun, balki har bir xonadon uchun muhim. Chunki ko'pchilik o'z huquqini bilmagani sababli yillar davomida ortiqcha pul to'lab keladi. Men bugun sizga kimlar to'lamasligi mumkin, kimlarga kompensatsiya beriladi, qaysi kvitansiyalarda imtiyoz bo'lishi kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga ariza yozishda qanday iboralarni ishlatish kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu kabi ma'lumotlar cho'ntagingizdagi pulni saqlab qoladi. Avval ko'pchilikda shunday tasavvur bor edi. Uyga kvitansiya keldimi? Demak, darhol to'lash kerak. Elektr uchun keldi, to'laymiz. Gaz uchun keldi, to'laymiz. Suv, issiqlik, chiqindi, ta'mirlash yoki boshqa kommunal xizmatlar uchun keldi, yana to'laymiz. Lekin amalda har bir kvitansiya avtomatik ravishda to'g'ri degani emas. Kvitansiya bu talabnoma, lekin u ham qonun, nizom va imtiyozlar asosida hisoblanishi kerak. Hozirgi tartibda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun kompensatsiya, subsidiya, chegirma yoki to'lovdan ozod qilish mexanizmlari mavjud. Ayrim hollarda davlat xonadonning kommunal xarajatlarini qoplab beradi. Ayrim hollarda ma'lum limitgacha to'lov olinmaydi yoki pul keyin qaytariladi. Ayrim hollarda esa hisob noto'g'ri yozilgan bo'lsa, fuqarodan undirish mumkin emas. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hamma odam altda kvitansiyani umuman to'lamaydi degan gap noto'g'ri bo'ladi. Masala shundaki, agar siz imtiyozli toifa kirsangiz, agar sizning oilangiz ijtimoiy reyestrda bo'lsa, agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, pensiya, kam ta'minlanganlik, yolg'iz yashovchi, keksalik yoki boshqa asoslar bo'lsa, siz kvitansiyani tekshirtirmasdan to'lab yubormasligingiz kerak. Chunki sizda imtiyoz yoki kompensatsiya huquqi bo'lishi mumkin. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan 6 turdagi to'lovni ajratib ko'rsataman. Birinchisi elektr energiyasi kvitansiyasi, ikkinchisi tabiiy gaz kvitansiyasi, uchinchisi ichimlik suvi va oqova suv to'lovi, to'rtinchisi issiqlik ta'minoti, ya'ni markaziy isitish va issiq suv bo'yicha to'lovlar, beshinchisi maishiy chiqindilarni olib chiqish bo'yicha kvitansiya, oltinchisi ko'p qavatli uylarda umumiy mol-mulkni saqlash, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bilan bog'liq kvitansiyalar. Mana shu yo'nalishlarda eng ko'p xato, eng ko'p ortiqcha hisoblash va eng ko'p tushunmovchilik bo'ladi. Masalan, xonadonda hisoblagich bor, lekin kvitansiya normativ bo'yicha chiqariladi. Yoki odam uyda yashamaydi, lekin chiqindi puli har oy to'liq yoziladi. Yoki xonadon egasi imtiyozli toifada. Lekin tizimda ma'lumot yangilanmagani uchun unga oddiy tarif qo'llanadi. Yoki issiqlik mavsumi tugagan, lekin hisob-kitob davom etaveradi. Yoki suv hisoblagichi tekshiruvdan o'tgan bo'lsa ham qarzdorlik noto'g'ri ko'rsatiladi. Eng avvalo pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar pensionerning daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lsa, kommunal xarajatlar oilaviy byudjetga juda katta yuk bo'ladi. Bunday holatda mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli idoralar orqali kompensatsiya masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi guruh, ikkinchi guruh bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogiron farzand parvarish qilayotgan oilalar albatta o'z huquqlarini tekshirtirishi kerak. Amalda ko'p oilalar nogironlik guvohnomasi bor bo'lsa ham kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga bu hujjatni taqdim etmagan bo'ladi. Natijada tizim ularni oddiy iste'molchi sifatida ko'radi. Uchinchi toifa. Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan kam ta'minlangan oilalar. Agar oila reyestriga kirgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda bir qator ijtimoiy yordam va kompensatsiyalar uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin men doim aytaman, reyestrga kirishning o'zi yetarli emas. Har bir xizmat bo'yicha alohida tekshiruv va murojaat kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, ona 2 farzand bilan qolgan, daromad cheklangan, kommunal qarz esa ko'payib bormoqda. Bunday oilalar qarzni to'lab yuborishdan oldin mahallaga, ijtimoiy xodimga, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qilish kerak. 5-toifa, urush va mehnat faxriylari, ayrim davlat mukofotiga ega shaxslar, alohida ijtimoiy maqomga ega fuqarolar. Har bir maqom bo'yicha imtiyoz turi farq qiladi.
Lekin bu toifa ham kvitantsiyani tekshirtirmasdan to'lamasligi kerak. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi yolg'iz pensioner ayolni olaylik. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Qishda elektr, gaz, suv, chiqindi va isitish to'lovlari jam bo'lib 500-600.000 so'mga chiqib ketadi. Agar u hech qayerga murojaat qilmasa, to'liq to'laydi. Lekin u mahallaga murojaat qilib, yolg'iz yashovchi pensioner sifatida ro'yxatga olinishi, ijtimoiy yordam masalasi ko'rilishi, ayrim xarajatlar kompensatsiya qilinishi mumkin. Natijada oyiga 1.000, 2.000 yoki undan ko'proq mablag' tejashi mumkin. Bu pul dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun qoladi. Ikkinchi misol. Oilada nogiron farzand bor. Ota ishlaydi. Ona farzand parvarishi bilan uyda. Uyda elektr ko'p ishlatiladi, chunki farzand uchun maxsus jo'z, isitish yoki sovutish vositalari kerak. Kvitansiya 400.000 so'm chiqdi. Oila buni oddiy qarz deb o'ylab to'laydi. Aslida ular ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, nogiron farzand parvarishi bilan bog'liq xarajatlar, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam yoki kompensatsiya mavjudligini aniqlashi kerak. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin murojaat qilinmasa, hech kim kelib sizga imtiyoz bor deb aytmasligi mumkin. Uchinchi misol. Xonadonda 4 kishi ro'yxatda turadi, lekin amalda 2 kishi yashaydi. Chiqindi puli esa 4 kishiga hisoblanmoqda. Bir qarashda oyga farq kichikdek tuyuladi. Masalan, har bir kishi uchun 7.000 so'mdan bo'lsa, 2 kishi ortiqcha uchun 4.000 so'm. Lekin bir yilda bu 1.38.000 so'm bo'ladi. Ustiga ustak, bir necha yil davom etsa, qarzdorlik va penya ham qo'shilishi mumkin. Bunday vaziyatda fuqarolar yashamaydigan shaxslar bo'yicha ma'lumotni yangilashi, vaqtincha yashash joyi, o'qish, ish yoki boshqa asoslarni ko'rsatib, qayta hisob-kitob talab qilish kerak. 4-misol. Xonadonda suv hisoblagich bor, lekin korxona uni o'z vaqtida bazaga kiritmagan. Natijada suv normativi bo'yicha hisoblanib, real iste'moldan 2 barobar ko'p chiqmoqda. Fuqaro har oy 1.000 so'm o'rniga 1.000 so'm to'layapti. Uni oyda 1 million so'mga yaqin ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Bunday holatda kvitantsiyani ko'r-ko'rona to'lash emas, hisoblagich dalolatnomasi, plombalash hujjati, ko'rsatkichlar suratlari bilan qayta hisob-kitob talab qilish kerak. 5-misol. Ko'p qavatli uyda yashovchi fuqaro boshqaruv kompaniyasidan har oy 7.000 so'm kvitansiya oladi. Lekin uyda lift ishlamaydi, yo'laklar tozalanmaydi, tom ta'mirlanmaydi, yerto'la suvga to'lgan. Bu yerda ham savol tug'iladi. Xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, nega to'lov to'liq olinadi? Albatta, umumiy mol-mulkni saqlash bo'yicha majburiyat bor. Lekin boshqaruv tashkiloti ham shartnomadagi xizmatlarni bajarishi kerak. Fuqaro yozma ravishda bajarilmagan xizmatlar bo'yicha dalolatnoma tuzishni, qayta hisob-kitob qilishni va hisobot berishni talab qilishi mumkin. Agar sizning xonadoningizda barcha hisoblagichlar to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, barcha ma'lumotlar bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz imtiyozli toifaga kirmasangiz, qarzdorlik ham real iste'mol bo'yicha shakllangan bo'lsa, albatta xizmat haqini to'lash kerak. Men hech kimni noqonuniy ravishda to'lamaslikka chaqirmayman. Men aytayotgan narsa boshqa, avval tekshiring, keyin to'lang. Agar kvitantsiyada summa odatdagidan keskin ko'p bo'lsa, masalan, har oy 1.20.000 so'm to'lab yurgan bo'lsangiz, birdan 700.000 so'm chiqsa, bu darhol tekshirilishi kerak. Agar sizda imtiyoz borligini bilsangiz, lekin kvitantsiyada u aks etmagan bo'lsa, to'lovni amalga oshirishdan oldin izoh talab qiling. Agar tizimda qarz ko'rsatilsa, lekin sizda to'lov cheklaringiz bo'lsa, darhol solishtirma dalolatnoma oling. Birinchi nozik jihat, imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Ko'pchilik men pensionerman, demak tizim o'zi biladi deb o'ylaydi. Yo'q, ko'p hollarda hujjat taqdim etish, ariza yozish, ma'lumotni yangilash kerak. Ayniqsa eski hujjatlar, familiya o'zgargan holatlar. Uy egasi boshqa shaxs nomida bo'lsa, tizim imtiyozni tanimasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz hamma xizmatga bir xil qo'llanmaydi. Masalan, elektr bo'yicha bir tartib, gaz bo'yicha boshqa tartib. Chiqindi bo'yicha yana boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun menda imtiyoz bor, hammasini to'lamayman deyish xavfli. Har bir kvitansiya alohida tekshiriladi. Uchinchi nozik jihat. Kompensatsiya bilan chegirma bir xil narsa emas. Chegirma bo'lsa kvitantsiyada summa kamayib keladi. Kompensatsiyada esa siz avval to'lashingiz, keyin pul sizga qaytarilishi yoki ma'lum miqdor davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Ayrim hollarda pul to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga o'tkaziladi. Shuning uchun nega kvitansiya yana to'liq keldi?
deb shoshilmang. Mexanizmni aqlang. 4-nozik jihat limit masalasi. Ba'zi imtiyozlar ma'lum iste'mol hajmigacha beriladi. Masalan, faqat belgilangan me'yor doirasidagi elektr yoki gaz qoplanishi mumkin. Agar xonadon me'yordan ko'p ishlatsa, ortiqcha qismi oddiy tarifda hisoblanadi. Shu sababli imtiyozli oilalar ham hisoblagich ko'rsatkichlarini nazorat qilishi kerak. 5-nozik jihat qarz eski bo'lsa ham tekshiriladi. Ba'zan odamga sizda 2019 yildan qarz bor deyishadi. Fuqaro eslay olmaydi va qo'rqib to'laydi. Lekin eski qarzlar bo'yicha ham asos, hisob-kitob, shartnoma, ko'rsatkichlar va to'lov tarixini talab qilish mumkin. Agar qarz noto'g'ri shakllangan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinishi kerak. 6-nozik jihat. Og'zaki gapga ishonmang. Sizga imtiyoz yo'q. Bunaqa kompensatsiya bo'lmaydi. Baribir to'laysiz. Tizim shunaqa chiqargan degan gaplar huquqiy javob emas. Siz yozma javob talab qiling. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqishni talab qilish yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlari bo'yicha so'nggi 6 oy yoki 12 oylik kvitansiyalarni saqlang. Agar mobil ilova orqali to'lagan bo'lsangiz, cheklarni yuklab oling yoki skrinshot qiling. Chek yo'q bo'lsa, bankdan to'lov tarixini oling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini sana ko'rinadigan qilib suratga oling. Har oy bir xil sanada suratga olib boring. Bu keyinchalik siz ko'p ishlatgansiz degan bahsda eng kuchli dalil bo'ladi. 3-qadam, imtiyozga asos bo'ladigan hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, kadastr hujjati yoki ijara shartnomasi, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik hujjati, kam ta'minlangan oila sifatida reyestrga kiritilganlik ma'lumoti, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, to'lov kvitansiyalari kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Hozir mahalla orqali ijtimoiy holatni o'rganish, oilani reyestrga kiritish, yordam turlarini belgilash jarayonlari yuritiladi. Siz menga yordam kerak deb umumiy gapirmang. Aniq ayting. Men kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya olish huquqim bor yo'qligini aniqlashni so'rayman. 5-qadam. Har bir xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga alohida ariza yozing. Elektr tarmog'iga alohida, gaz idorasiga alohida, suv ta'minotiga alohida, issiqlik korxonasiga alohida, chiqindi tashkilotiga alohida. Boshqaruv kompaniyasiga alohida murojaat qiling. Chunki bitta idora boshqasining hisobini o'zgartirib bera olmaydi. 6-qadam, arizada 3 ta talabni yozing. Birinchisi, mening imtiyoz yoki kompensatsiya huquqimni tekshirib bering. Ikkinchisi, so'nggi 12 oy uchun hisob-kitobni qayta ko'rib chiqing. Uchinchisi, agar ortiqcha to'lov yoki noto'g'ri hisob aniqlansa, qayta hisob-kitob qilib, ortiqcha summani keyingi to'lovlarga o'tkazing yoki qaytaring. 7-qadam. Arizani albatta ro'yxatdan o'tkazing. Agar idoraga borib topshirsangiz, nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. Agar onlayn topshirsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat qilib yuboring. Og'zaki murojaat ko'pincha natija bermaydi. Yozma murojaat esa javob berishga majbur qiladi. 8-qadam, javobni kuting va tekshiring. Javob kelganda faqat imtiyoz yo'q degan gapga qarab qolmang. Ular qaysi qonun yoki tartibga asosan rad etganini ko'rsatsin. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Men sizga oddiy namuna mazmunini aytaman. Arizada shunday yozishingiz mumkin. Men falon manzilda yashovchi fuqaro sifatida kommunal xizmatlar bo'yicha hisob-kitoblarimni tekshirishni, mavjud imtiyoz va kompensatsiya huquqimni aniqlashni, so'nggi 2 oy davomida hisoblangan summalar bo'yicha solishtirma dalolatnoma berishni so'rayman. Agar noto'g'ri hisob-kitob, ortiqcha undirish yoki imtiyoz qo'llanmagan holat aniqlansa, qayta hisob-kitob qilishni va ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish yoki keyingi to'lovlarga hisobga olishni so'rayman. Mana shu gaplar juda muhim. Chunki siz shunchaki qarzimni kamaytiring demayapsiz. Siz huquqiy asosda tekshiruv, solishtirma, dalolatnoma va qayta hisob-kitob talab qilyapsiz. Birinchi xato, odamlar kvitansiyani ko'rib qo'rqib ketadi va darhol to'laydi. To'lagandan keyin qaytarish ancha qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun katta summa chiqsa, avval tekshiring.
Ikkinchi xato, cheklarni saqlamaslik. Agar sizda to'lov cheki bo'lmasa, men to'laganman degan gapni isbotlash qiyin. Har bir to'lovni kamida 3 yil saqlashni maslahat beraman. Uchinchi xato. Imtiyozni faqat mahalladan kutish. Mahalla yordam beradi, lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdagi hisob bazasi alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tashkilotga ma'lumot yetkazish kerak. To'rtinchi xato. Uy egasi bilan yashovchi shaxs boshqa bo'lsa, hujjatlarni tartibga keltirmaslik. Masalan, uy ota nomida, lekin unda nogiron farzand yashaydi yoki uy vafot etgan shaxs nomida qolib ketgan. Bunday holatda imtiyoz qo'llanishida muammo chiqishi mumkin. Hujjatlarni aniqlashtirish kerak. 5-xato, xizmat ko'rsatilmasa ham indamay to'lash. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda. Agar boshqaruv kompaniyasi xizmat ko'rsatmasa, aholi yig'ilishi, dalolatnoma, foto va video dalillar, yozma talablar orqali masalani ko'tarish kerak. Agar siz ariza bergan bo'lsangiz, lekin idora xodimi baribir to'laysiz desa, xotirjam bo'ling. Siz undan yozma javob so'rang. Iltimos, rad etish sababini yozma ravishda bering, deng. Ko'p hollarda aynan shu gapdan keyin masala jiddiy ko'rib chiqila boshlaydi. Chunki yozma javob mas'uliyat degani. Agar sizga asossiz penya qo'shilgan bo'lsa, penya qanday davr uchun, qaysi qarzga, qaysi hisob-kitob asosida qo'shilganini talab qiling. Agar asosiy qarz noto'g'ri bo'lsa, unga qo'shilgan penya ham qayta ko'rilishi kerak. Agar xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hisoblagich ko'rsatkichini tan olmasa, tekshiruv dalolatnomasi talab qiling. Hisoblagich buzilgan bo'lsa ham buni og'zaki aytish yetarli emas, rasmiy dalolatnoma bo'lishi kerak. Agar hisoblagich so'z bo'lsa, normativ bo'yicha ortiqcha hisoblashga yo'l qo'yilmasligi kerak. Bugungi videodagi eng asosiy fikr shuki, kvitansiya keldi degani u avtomatik to'g'ri degani emas. Ayniqsa elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bo'yicha sizda imtiyoz, kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob qilish huquqi bo'lishi mumkin. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz yashovchi keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar bu masalani albatta tekshirtirish kerak. Men sizga shuni maslahat beraman. Bu gunoh kvitansiyalarıngizni oling, so'nggi to'lovlaringizni tekshiring, hisoblagichlarni suratga oling. Hujjatlaringizni tayyorlang va tegishli tashkilotlarga yozma murojaat qiling. Agar siz haqli bo'lsangiz, ortiqcha to'langan pul qayta hisoblanishi, keyingi to'lovlarga o'tkazilishi yoki kompensatsiya qilinishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Kvitansiyada noto'g'ri summa chiqqanmi? Imtiyoz olishga harakat qilganmisiz? Izohlarda yozing, men sizlarning vaziyatlaringizni ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir bir oylik pensiyasini, kimningdir dori pulini, kimningdir oilaviy byudjetini saqlab qolishi mumkin.